Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. O'tgan darsimizda muhabbat degan mavzuni boshlagan bo'ldik. Ya'ni dinning maqsadi muhabbat. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimizni zohiri bor, botini bor. Zohiri bu mana shu namozga yotib turayotganimiz, zohiri ro'za tutayotganimiz, zohiri hajga, umraga borayotganimiz. Endi bu insonlarning ko'ziga ko'rinadigan qismi bo'ladigan bo'lsa, endi insonlarning ko'ziga ko'rinmaydigan qismi bor. Bu botini deyiladi. Bu ixlos deyiladi. Bu muhabbat deyiladi. Agar ibodat muhabbat bilan qilinmasa, u faqat toatga aylanib qoladi. Ibodat muhabbat bilan qilinmasa, shu ibodatga muhabbat bo'lmasa, Allohga nisbatan qalbimizda muhabbat bo'lmasdan ibodat qilsak, bu ibodat deyilmaydi, bu toat deyiladi. Chunki inson yaxshi ko'rmagan holatda ham, xohlamasa ham, muhabbati yo'q bo'lsa ham itoat qiladi-da. Uchinchi fikr, tashqi ko'rinish va islom ruhi. Aytdik, islomning zohiri bor, botini bor. Mana shu amallarni ruhi bu Allohga bo'lgan muhabbat. Agar din muhabbatsiz bo'lsa, ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Din ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Muhabbat harakatlantiradi, aql boshqaradi. Sen aqling bilan o'zingni to'g'ri yo'lga, to'g'ri maqsadga boshlaysan. Ana shu aqling bilan o'zingni doim to'g'ri yo'lda tutasan. Ruhing harakatga keltiradi, aql boshqaradi. Ma'lumotlar, o'qigan kitoblarimiz, ilm ma'rifatimiz, saqofat. Bular har qancha chuqur o'rganmagin, agar yana qaytarib aytamiz, muhabbat bo'lmasa Allohga nisbatan, bu o'rgangan ilming quruq ma'lumotga aylanib qoladi. Quruq ma'lumotga aylanib qoladi. Chunki ana ba'zida ko'ramiz, o'qib turib shunaqa deydi. Shuncha narsani o'qib turib deydi, Qur'on yodlab turib, manchani qilib turib, degan ahvolini qara deydi. Demak, o'sha odamda muhabbat yo'q. Oqsoqollarni qarasangiz, o'zi to'rtta surani zo'rg'a biladi, lekin muhabbati bilan turadi. Yoshlar o'tirib olib taravih o'qiyotganda o'sha kattalar tikka turadi. Vaholanki o'tirib o'qishlik nafl namoz mumkin. Xususan taravihni o'tirib o'qish mumkin. Muhabbati borligi uchun tikka turadi. Qaytarib aytamiz, qilayotgan amallarimiz muhabbat bilan qilinmasa, bu ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Astagfirullah, innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Vaholanki Alloh ularni aldab qo'yadi. Va idza qamu ila solati qamu kusala. Munofiqlar namoz o'qigan. Qachonki namozga tursalar, yalqovlik bilan turadilar. Yuraunan nas, odamlarga riyo qiladi. Va la yadhkurunalloha illa qalila. Allohni juda ham oz eslashadi. Namozga turganda yalqovlik qiladi. Xo'ja ko'rsinga riyoga o'qiydi va Allohni ko'p eslamaydi. Agar muhabbat bilan bo'lganda bu ishlarning bittasi bo'lmagan bo'lardi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p eslanglar dedi. Zikron kaseera. Ko'p eslanglar, ko'p eslanglar. Iymon va muhabbat. Biz birodarlar, dinning asli bo'lgan narsalardan suhbat qilyapmiz. Dinning asli haqida, muhabbat haqida suhbat qilyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Sizlardan biringiz iymonli bo'lmaydi toki uning havoi nafsi men olib kelgan narsaga tobe bo'lmagunicha. Biz Rasululloh olib kelgan narsani yaxshi ko'rib, qabul qilib itoat qilishimiz bor. Rasululloh olib kelgan narsani yaxshi ko'rmasak ham majbur olib itoat qilishimiz bor. Ikkalasi ham daraja, lekin ikki xil daraja. Bittasi qilish kerak ekanida qilish kerak bo'pti, endi roza kelibdi, tutish kerak endi deb turib majbur tutadi. Kimdir alhamdulillah Ramazonga yetkizdi deb turib muhabbat bilan tutadi. U ham bitta daraja, bu ham bitta daraja. Agar biz o'zimizni qalbimizni taftish qilib, insof bilan qaraydigan bo'lsak, biz ko'pchiligimiz ibodat emas, itoat qilyapmiz desam adashmasam